Qochibdi dedi Said Salimxonni. Siz kimsiz? Kim Said Surxayevsan? Yo'q, bilan gapimni olasolmaysiz. O'zingizni o'ylashmaysiz. U teshabaqida. Yo'q, meni qo'lim zo'ydi. Astag'firulloh. Oyo alomai bir musulmon shundoq narsami? Oyo bir musulmon shundoq harakatni anjom bersa, durustmi yo durust emasmi? Sizlar buni aytingizlar, do'stlar, nazarlaringizni ham bu yerda bitingizlar ki bir insoni solim shundoq harakatni anjom beraman yo bir insoniki ravoni bo'lsa. Boshqa ishlarni ham ko'raylik. Siz kimsiz? Men Said Surxayev. Gap to'lasolmaysiz. Olaman. Bir qochdim tutildim ne? Qandoqda zo'r? Zo'r tegirmon yuradi. Termon yuradi. Ushlang yakala quloqni ushlang. Deb qochasizmi? Yo'q, Tavba qilinman deng. Urmang do'ba. Endi yurmayman. Ushlang hozir so'rab bo'lsin. Ushlang. Qoching. Gapirasizmi? Astag'firulloh. O'zidan katta kishini og'zida o'roqni tiqadi. O'zidan katta kishi shoyat otasini sindi bilan barobar bo'lsa, bu qandoq insondir? Shoyat baran do'stlar bu insonni tanisa, bu qandoq insondir? Oyo insonni uyida tarbiya bo'libmi? Oyo insonni zeridistida tarbiya bo'libmi yo qandoq yerda tarbiya bo'lib? Tavba qilinman deng. Ushlang yakala qo'lingizda. Kimsiz? Said Surxayev. Tavba qilinman deng. Ya bu tutildi. Sizga men gapimni to'lasolmaysiz. Olasiz, ha? Xudo. Hala bu kishini harakatlaridan va gaplashganidan bildikki, na do'sti bo'ladi, na taniydi bu kishini va na ham aytsakki mazoq qilgan yo sho'xi qilgan. Avvalan sho'xi qilgan bo'lsa ham berga durust emas, karomati insonini zeri savolga etgan. O'zidan katta kishi bilan mundoq harakatni anjom bergan aslan durust emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, mandan emas, yana axtor beradi, nekuhish qiladi. O'sha kishilarniki o'zlaridan katta kishiga ehtirom qo'yil emas. Ularni masxara qiladi va ularni obro'sini yetadilar. O'sha kishi hala Qur'on nima narsa deydi bu kishini mundoq kishilarni haqida. Qur'on aytadiki, ya ayyuhallazina amanu la taskhar qawmun min qawmin asa an yakrahu khayran minhum. Ey mu'minlar, hech guruh, hech qavm bir qavmni masxara qilmasin. Nimarsa uchun? Bu sabab uchunki shoyat bu kishi yo bu qavm undan ko'ra behtar bo'lsa nazdi Xudovandga. Pas hech insonni haqqi yo'q bir insonni digarini masxara qilsa. Chunki Alloh taolo aytadiki, yana inna akramakum indallohi atqakum. Behtarin inson va behtarin inson mani nazdimga o'sha insoniki taqvosi bo'lsa. U muhim emaski, muysafid bo'lsa, javon bo'lsa, olim bo'lsa, avom bo'lsa, davlati bo'lsa, ra'iyati bo'lsa, kim bo'lsa bo'lsin. Mani nazdimga o'sha nafarni ehtiromi, qadri, izzat kishi kelibdi, o'zidan katta bir insonni ustida masxara qiladi va uni ham ozor aziyat qaror beryapti. Oya buni ham siz Salmoniki Qur'on va payg'ambardan itoat qiladi, o'sha jamga olalamizmi yo olalmaymizmi? Oya o'sha kishini farzandlari ko'radi, o'sha kishini ayollari ko'radi, nima his qiladi? Oya sen qandoq bir insonsanki, qandoq sen bir musulmonsanki, hamchu bir inson bilan hamchu harakatda anjom berasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, laysa minna man lam yarham saghirana va lam birana. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, o'sha shaxsiki ko'chaktarlarga, yana mayda kishilarga raham qilmaydi
va kattalarga ehtirom qilmaydi, mendan emas. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sarohatan aytadi, o'sha shaxsni aytadi. Rasulullohning payomi mana shu shaxsga, mana shu kishiki inson namo, mana shu kishiki o'zini minhaysi bir musulmon jomiaga taqdim qilgan, o'sha kishiga aytadi, sen mendan emassan ki o'zingdan katta kishiga ehtirom qo'ymasang. Holo sen kishi bunga ehtirom qoil bo'lsanmi? Yo'q. Buni ehtiromini bajo qilganing yo'q, obro' izzatini jomiyaga to'kibsan. Nima sababga sen bunga zulm qilasan? Nima sababga sen o'roqni olasan, uni kallasiga qo'yasan, gardaniga qo'yasan, orqasiga tiqasan va u ham o'tsin og'ziga o'roqni tiqasan. Seni bu harakating hatto bir kofir bilan hamcha harakatda anjom berganing durust emas. Islomni didgohi islomdan, islomni ko'rinishidan seni bu harakating hatto bir kofirga durust emas. Chunki islomi sulh, islomi mehribonlik, islomi baxshish. Sen birga nima dalilga o'zingdan katta kishiga hamcha harakatni anjom berasan? Nima dalilga? Senga nima zulm qilibdi? Seni amringdan payrovi qilmabdi? O'zing aytsanki zo'rda qudratini marsa. Bale, senga o'xshagan insonhoyi zolim, insonhoyi g'addor, insonhoyi sarkash as amri payg'ambari, amri rasuldan hamma qo'rqadi. Xudo notars kishidan qo'rqinglar. Xudo notars kishi kimni aytadi? Mana shu o'sha kishini aytadiki, Xudo notars deb bo'ladi. Bular Xudodan qo'rqmaydilar. Faqat og'izlariga borib bizlar Xudodan qo'rqamiz. Og'izlariga bor bizlar ummati payg'ambarimiz. Og'izlariga bor bizlar ummati rasulimizga u mehribon, rasulimizga u rahmdil. Ammo mutaassifona binobar har dalili bo'lsa, hatto senga zulm qilgan bo'lsa, molingni yegan bo'lsa, haqqingga har qancha zulm qilgan bo'lsa, seni haqqing yo'qki o'zingdan sendik katta kishi bilan bilan ko'rinishiga qarab bo'ladiki, bir insoni mazlum, bir insoniki hech zulm uni qo'lidan kelmaydi. Faqat shunchaki hatman seni xohishingga labbayk demabdi, seni amringdan payrovi qilmabdi. Shoyat seni amring xilofi Alloh rasuli bo'lsa bu payrovi qilmabdi. Sen zolimsan bu yerda. Sen Allohdan qo'rqmaysan. Alloh taborak va taolo ro'z qiyomatga hatman buni javobini sendan so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sendan sarohatan kechgan. Sen Rasulullohni gabiga, hadisga qaraganga, o'sha harakatingga Rasulullohni ummat bo'lganidan sen doirai ummat bo'lgandan xalossan. Men sarohatan aytaman. Har do'sti, har aziziki bu klipni ko'radi, o'sha kishiga yo'natingizlarki, Rasulullohni ummat bo'lishligidan mana shu harakatidan xalos bo'lgan. Alloh taborak va taolo mana shu harakati bilan undan bir minhaysi bir musulmondan yana doirai bir musulmoni komilga yo'q bu kishi. Boyat bu kishini mujozot bo'linsa, boyat mujozot bo'linsa. Nimarsa uchun mujozot bo'linsa bu kishi, dalili mujozot bo'lishligi bu sababdanki bu kishi o'zidan katta kishiga, xususan bir musulmonga zulm qilgan. Va duhum payomini ko'rsa, islomni min haysi bir vahshat, islomni min haysi dini vahshiy, min haysi bir dini zulm boshqa kishilarga ko'rsatadi. Boshqa kishilarga musulmon emas, buni ko'rsa, bu harakatni ko'rsa, yana musulmon bo'lishlik mundoq bo'lsa, men musulmon bo'lmayman. Yana harakati bir musulmon bu bo'lsa, axloq unga bo'lmasa, adab unga bo'lmasa, ehtirom unga bo'lmasa, men bu islomiki hamcha narsaga meni savq bersa, men bu islomdan kechaman. Hatto musulmon ham buni harakatini ko'rib shu islomdan kechadi. U javonoyiki islomdan ogohligi yo'q, islomdan xabari yo'q,
buni harakatiga qarab islomidan kechadi. Pas bu kishini lozimi malzumiki mujozat bo'lsa, har kimiki bu kishini taniydi, lozimiki qonunga bu kishini taslim qilsalar. Alloh tabolak va taolo hidoyat qilsin hammamizni va sizki shu videoni ko'rasiz, hatman sharik qilingki, toinki bunga o'xshagan insonlar, bunga o'xshagan zolimlar jilovgalik bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.